Ikkinchi qism. Idea topdim. Qani, ketdik. Xo'sh. Bu yerga bantikcha qilamiz. Ana, buni oddiyroq qilib chizib beraman. Hali qiyin mavzuga o'tmayman-da bolajonlarga. Shuning uchun oddiygina rasmdan boshlaymiz. Bu rasmni beraman. Ular shunga qarab, moslashtirib rasm chizadilar. Bolalar shunga o'rganishi kerak-da. Men juda ham o'quvchilarimni yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi. Qanaqadir, umuman juda ham zo'r bo'ladi, bolalar qizlarda. Qo'lni sal ko'taroq qilsam yaxshi chiqadi. Ana endi burunchalarini men xayolda chizaman. Nima chizganimni o'zim yaxshi bilmayman hozirchalik. Qani ko'ramiz-da, qanaqa rasm chiqar ekan. O'quvchilarim hozir kelib qolishadi. Bugun vaqtim bo'lmadi. Ishga ketdim. Bu yerdagi darsimga bularni soat sal kechga chaqirgandim. Endi bunday qilib olamiz. Bolajo'lar juda ham quvnoqda. Qanaqa chiqyapti? Endi pastni qanaqa qilsam ekan? Men Mona Lisani rasmini chizdim. Afsuski uni ko'rsatolmadim sizlarga. Chunki uni olishdi mendan so'zlarim yaxshi chiqqani uchun. Sal idealniy chiqmadi-yu. Olishdi-da baribir. Bolajo'larim kelib qoladi. Telefon bitta qo'limda bo'lgani uchun qanaqadir chizishga g'alati bo'laman. Birinchi marta bu. Maniki qanaqa chiqdi deysizlar? Endi bolalar shuni so'radimikan? Avvalgi chizgan bolamda, masalan, Jasurbek o'quvchimni chizgan nimaligini bilmadim, kichkina narsasi. Mana. Bilmadim-u, Sarvara Mahliyoniki yaxshi chiqyapti. Eng hozir talabgor o'quvchim Aziza. Aziza juda ham zo'r qilyapti-da. Yaqinda oq bo'rilar jamoasiga bor-ku, o'shani chizib, oq bo'rini qora bo'ri qilib qo'ygan-da. Mana. Oq bo'rini qora bo'ri qilib qo'yibdi. Keyin yana bitta Laylo o'quvchim dizayner atlas chizganlar. Mana. Mana. Bu o'qituvchilarga orzu ko'ylak. Bu mo'jiza ko'ylak. Bu kapalakli ko'ylak. Bu Malikaning ko'ylagi ekan. Bu parparakli ko'ylak menimcha. Mana shuncha rasm chizgan o'quvchilarim. Ularga alohida xona yaratganman. O'shanaqa qilishadi-da. Mana.